Hammaga salom do'stlar. Rejim parom poyezd haqida ozgina tushuncha berib o'tay. Ko'pchilik bilmaganlar uchun yoki bilganlar ham xato tushungan bo'lsa, foydasi tegib qoladigan degan niyatdaman. Xullas, parom poyezd bizda o'zi rejim turida ODXda ko'p dozorli masala. Hozir tushuncha berib ketaman. Parom poyezd o'zi ko'pincha 20 soatlik, 11 soatlik yoki 9 soatlikdan ko'p bo'lsagina parom poyezd rejimi kerak bo'ladi bizga. Agar 1 soatlik, 2 soatliklarda deyarli kerak emas. U uncha muhim narsa emas. Endi qaranglar, parom poyezd qanaqa ishlaydi? Parom poyezdda o'zining liniyasi bor. Kelganingizda birinchi, masalan, deylik, dushanba kuni soat 8 da kechki 20:00 keldingiz. Paromga liniyasiga keldingiz 20:00 da. 20:00 keldingiz. Shu yerda konец strana qilib siz boshlayapsiz. Shu yerdan boshlayapsiz. Kravat boshlayapsiz. Kravatga boshladi shu yerdan. Pauzangiz boshlandi dushanba kuni soat 8 da. 20:00 da boshlandi. Sizni paromingiz shanba kuni 11:00 dan yakshanba 14:00 gacha bo'lsin. Deylik, mana parom. Paromga siz shanba kuni soat 10:00 da chiqishingiz kerak. 10:00 keldi. Agar siz ko'pchilikning xatosi bu yerdan yuradida, kelib turib metta parom, nachala parom qiladi. Yo'q, bu xato. Nimaga? 8 da keldingizda soat 10 gacha turgan bo'lsangiz, 12 soatmi, 13 soat turdingizda, 14 soat turdingizda, o'zingiz yurib ketdingiz, nima bo'ladi? Taxograf buziladi. Pauza buzildi buni. Oddiy parkingni ham mashinani biron joyga yurib olib qo'ysangiz nima bo'ladi? Pauza buziladi, to'g'rimi? Xuddi shuni ham paromga shunday chiqib ketdingiz, hech narsaga tegmadingizda, mashinaga chiqib borib paromga qildingiz. Bu yerda nima bo'ladi? Taxograf o'z-o'zi yurgan hisobiga pauza buziladi. Mana bu keyin aytmaydi-yu, to'xta, bu tormoz, bu anaga borgan ekan, paromga chiqish kerak ekan. O'shaning uchun to'xta, orqaga qaytib, mana bu pauzani to'g'rilaylik endi demaydi-ku. To'g'rimi? O'sha sababli siz bu yerda nachala parom qilasiz. Soat 10:00 da nachala parom bo'ladi. Keyin yarim soat yurdingiz, kelib to'xtadingiz. Konец parom qildingiz. Yarim soat vaqt ketdi. 30 minut. Mana bu yerdan darshi davom etyapti. Pauzangizga qo'shiladi endi ham. Bu yerga davom etadi pauzangizga. Shunda bu deylik suzyapti, yakshanba kuni to'xtadi. Mana shu yerda yakshanba kuni to'xtadi, 11:00 da deylik. 24 soatmi, 25 soat yurdi. Mana shu yerda yana boshlanadi. Nachala parom qilasiz yana. Nachala parom qildingiz. Bu yerda parking bor. Parkingga keldingiz. Nachala parom qilib, parkingga kirib keldingizda. Parking kirib keldingiz. Deylik 11:30. 11:30. Mana shu yerda konец parom qilinadi yana. Konец parom. Shunda yana 30 minut yurdingiz. Itogi bo'ladi sizda parom uchun siz 1 soat vaqt ajratgan bo'lasiz. Xuddi shu narsa yozilgan. 1 soat chiqish uchun, yarim soat chiqish uchun, yarim soat tush uchun. Bu yerga keldingizda soat 11:00 da darshi mana bu pauzangizga davom etyapti. Shunda siz dushanba kuni yangi smena ochilib, nachala strana qilib, masalan, qatga bordingiz, masalan, qo'sha qaysi davlatga borgan, suzib o'tganmisiz, yurib o'tganmisiz, parom poyezd farqi yo'q. Qaysi davlatga borsangiz, nachala strana qilib, o'sha stranani ochasiz. Bu yerda konец strana qilgansiz. Deylik, Germaniyada konец strana qildingiz, Shvetsariyami, qayerga yetib borgan bo'lsangiz, nachala strana qilasiz. Mana bu parom xuddi shu tempda bo'lishi kerak. Xullas, tushunlaringiz degan umiddaman. Hamma tushundi deb o'ylayman. Yana agar oddiy tushuntirib o'tib ketadigan bo'lsak, keldingiz, konец strana qildingiz, damda olyapsiz,
damingizni olyapsiz. Keyin начало parom yurishdan oldin начало parom qilyapsiz. Paromga chiqyapsiz. Konец parom qilyapsiz. Damingizni olyapsiz. Keyin tushayotganda начало parom qilyapsiz. Parkingga yetib oldingiz parom rejimida. Konец parom qilyapsiz. Дальше pauzangiz davom etyapti dushanba kunigacha. Начало stranagacha. Xullas, tushungan bo'lsangiz xursandman. Biza Baltic Transline o'sha gruppasiga qo'shilib qo'ying, Telegram kanaliga. Qanaqa yordam kerak bo'lsa, qo'ldan kelguncha yo'l yo'riq ko'rsatamiz, yordam qilamiz. Hammaga omad.